Qabziyat nimaligini unutasiz. Bu mahsulotdan foydalanib ko'rganingizdan keyin, 3 kun foydalanganingizdan keyin organizmingizdagi shishlar ketganini hisobiga yengillikni his qilishni boshlaysiz. Shlak toksinlarni tushirib yuborgani uchun hatto vesingizdan ham kamayadi. Ichida 60 dona bo'ladi va bemalol 1-1,5 oy ishlata olasiz. Agar sizga ham bu detoksimiz qiziq bo'lsa, izohlarda detoks deb yozib qoldiring. Agar siz ortiqcha vazn qiynayotgan bo'lsa, shu mahsulotlardan foydalanib ko'rishingizni maslahat beraman. Birinchisi albatta bu detoks. Ozish jarayonidan avval albatta detoks qabul qilish kerak. Sababi bu sizni ichki organizmingizdagi shlaklarni, toksinlarni, har xil musorlarni tushirib, ozishni tezlashtirishga yordam beradi. Ikkinchisi albatta mana shunaqa choylarimiz. Bu choylar sizlarning ichki yog'laringlarni eritib, sizlarning yaxshigina ham ob'yomda, ham vesdan ozishingizga yordam beradi. Keyingi mahsulotimiz bu aynan qorin sohasidagi yog'larni eritishga yordam beradigan mana shunaqa kattagina patchilarimiz. Bu patchilarni sizlar qorin sohangizga yopishtirib, bemalol undagi yog'larni va osilishlarni yo'qotishingiz mumkin. Va oxirgi mahsulotimiz nafaqat ozayotgan, balki 25 dan oshgan barcha ayollar ichishi kerak bo'lgan bizani Nil Rich brend ostida ishlab chiqarilgan kollagenlarimiz. Kollagen mavzusi sizga qiziq bo'lsa va bu kollagenning natijalari qanaqa ta'sir qilishini bilishni xohlasangiz, izohlarda yozib qoldiring. Keyingi reelsimiz aynan kollagen haqida bo'ladi. Önümüz Nirlich germanский бренд кукурузный чай және алоэ капсула. Алоэ капсула детокс очищение, екеуінің құндылықтары өтті, бауырды, бүйректі тазалайды. Және де ісінуді кетіреді. Денедегі артық суды, жидкостьті сыртқа шығарады. Ешқандай диета ұстамай-ақ, жай ғана айына 4-5 килограмм салмақ тастай аласыздар. Изжога болатын болса, ауыздан жағымсыз иіс шығатын болатын болса, асқазан ішек жолының жұмысын жақсартады. Эрозия, жара, гастрит болса, асқазан ішек жолының шырышты қабаттарын емдейді. Кукурузный релестің ішінде 30 штук болады. Кукуруз шайдың ішінде күніге азанда аш қарынға біреуін демдеп ішесіздер. Ал алоэ капсуланы азанда бір капсуласын, кешке бір капсуласын ішесіздер. Өте керемет өнімдер, бағаларда қол жетімді, қолданыңыздар, нәтижесін көріңіздер.